O'rtoqlar, gibki kamin fasadimizda tez va qulay qilib video qilaman, ya'ni vaqtingiz olmagan holatda. Biz hozir Denov tumani Jomiy mahallasiga yetib keldik. Bu yerda 2 qavatli uy, ya'ni Denovda asosan ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma 2 qavatli uy quradi. Denov, Sho'rchi, hozir Qumqo'rg'on ham shu stilga o'tib ketyapti. Bu yerda o'sha sizlarga ko'rsatib borayotgan gibki kamin mahsulotlardan xonadonimiz bitgan. Har bitta tumandan uylarni chiqarib boryapmiz, o'rtoqlar. Kimga mana shunaqa fasad xizmatlari kerak bo'lsa, pastdan nomerlar qoldiraman. Shunaqa aloqaga chiqsalaringiz, bir hafta 10 kun zadeshkasi bilan zakazlar borib qilib beriladi. Bu xonadonimizda yangi promo efirda Sharg'ondan qilganimizda sokiliga aytdim. Buni ham sokiliga gibki kamin qilsa bo'ladi deb, mana qora mramorni fason qilib qilishgan. Tepasi ham o'sha oq kul rangdan berishgan. Unga oq bo'lsa, bunga kul rang fasad qilingan. 2 qavat uy, tunikafonlari ham o'zimizda ustalar qilgan. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarni 90-95 ming so'mdan barcha mahsulotlari ichida qilib berishyapti. Surxondaryo bo'ylab xizmatlar amalga oshiriladi. Hozir xonadonning ichkarisini ham ko'rsataman. Bu yerda qurilish ishlari olib borilyapti. Mana podval qismi, endi bu yer darvozaxonaga kirib kelasiz. Uyda ko'rayotgan bo'lsangiz, chiroyli. Uyimiz mana darvozaxona hovli qismiga keldik. Aytganimizdek qurilish ishlari davom etyapti. Fasadimiz mahsuloti stekli hovlisga mramorni toshlarida har xil ranglar berib, oq, qora, ya'ni seri rangdan foydalanishgan. Uyda ichkari tomoni tashqarilari bilan polni qilingan. Juda chiroyli chiqqan. Tunikafon bilan ikkalasi endi bir xil rang berib turibdi. Sokillariga ham mana shu gibki kaminni o'zidan birdan qilib uyda egasi shuni ma'qul ko'rgan. Mana Versachilari ham bo'ladi. Xohlasangiz Versace, xohlasangiz Versachesiz qildirishingiz mumkin. Mana bu tomonlari ham bo'lgan. Uy egalari juda xursand, sababi fasad juda chiroyli chiqibdi. Hammaga nasib qilsin. Kimga mana shunaqa fasadlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Hozir navbatdagi obyektimiz Qumqo'rg'on tumanida ham bo'lyapti. Uni ham qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Yangi boshlanayotgan xonadondan. Videolarni kuzatib borasizlar. Agarda Sharg'ondagi xonadonni ham ko'raman desalaringiz, jonli efirda kuzatib borishingiz mumkin. Xizmatlar Surxondaryo bo'ylab amalga oshiriladi. Pastda telefon nomerlari qoldirdik. Bu xonadonimiz shikatorkani ustidan qilingan. Shuning uchun 90 ming so'm, 95 ming so'mdan bo'lyapti. Agarda stenangiz salgina ish ko'proq bo'lsa, kafelnikli tortiladi va 1-2 so'm xarajat qo'shiladi. Endi dagorga nimalar qo'shiladi? Shunoq shikatorkani ustidan kelib dagor qilishsa, o'rtoqlar, zaklad beriladi. Kamida 30%, 40% zaklad beriladi. Sababi ish mahsulotni chiqarib boshlash uchun. Zaklad berilmasa, mahsulot chiqarilmaydi. 30-40% zaklad berilgandan keyin ochratga yoziladi. Ish boshlash vaqti uzog'i bilan 1 hafta 10 kun. Hozirgi kecha kunduzda. Sababi fasad ishlari boshlangan. Shuning uchun 1 hafta 10 kun. Sirazi mana shu bugun zakladni olib, shu bugun boshlolmaydi. Chunki mahsulotni siz tanlaysiz, qanaqa fasad tanlasangiz, shu fasadni bular ishlab chiqarishadi. O'shanga sal vaqt ketadi. Shu tomonlarni hisob-kitobga olib, agarda to'y qilsangiz yoki biron tadbiringiz bo'lsa, shuni hisob-kitobini olib qilsangiz bo'ladi. Rahmat, e'tibor uchun kuzatib borasizlar.